milliy sertifikat sinovlaridan A+ darajali sertifikat sohibi bo'lishni istaysizmi? Unda bunday tipdagi masalalarni qanday ishlanishini o'rganib oling. Assalomu alaykum. Aynan bugun biz siz bilan ATF mavzusiga doir bo'lgan savollarni ma'no mazmunigacha, mohiyatigacha tushunib tahlil qilishni o'rganamiz. Demak, buning uchun biz Telegram kanalimizda quyidagi masalani bir necha kun avval e'lon qilgan edik. Xo'p, shu masalaga yechim qilish misolida mavzuni chuqurroq o'rganishga harakat qilamiz. Savol shartiga ko'ra, hayvon hujayrasida glyukoza to'liq va chala parchalandi. Shu vaqtda o'simlik xloroplastida ATF hosil bo'ldi. Agar o'simlik plastidasida hosil bo'lgan ATF glyukozaning chala parchalanishidan hosil bo'lgan ATFdan 2 marta katta, to'liq parchalanishdan hosil bo'lgan ATFdan esa 2 marta kichik bo'lsa, mazkur jarayonda chala parchalangan glyukoza miqdorini molda aniqlang deyilgan. Jami hosil bo'lgan ATF molekulallar sonini esa 133 ta deb hisoblashimiz so'ralgan. Yaxshi, biz ishni qayerdan boshlashimiz kerak? Keling, buning uchun biz avval energiya almashinuvi qayerlarda va qanday amalga oshirilishini eslab olamiz. Demak, energiya almashinuvi 3 bosqichdan iborat bo'lib, uning dastlabki bosqichi, demak, oshqozon va ichaklarimizda kechardi. Ikkinchi bosqichimiz esa sitoplazmada va uchinchi bosqich esa mitoxondrada kechardi. Deylik, biz endi mana shu ikkita bosqichni qisqacha ko'rib o'tamiz. Demak, bizda mitoxondriyadagi parchalanish mavjud. Demak, yozib olamiz. Mitoxondriya va sitoplazmadagi parchalanish mavjud. Ya'ni mana shu ikkita organoiddagi parchalanishning evaziga, demak, bizda ATF hosil bo'ladi. Ya'ni biz uchun foydali bo'lgan energiya hosil bo'ladi. Endi men agar sitoplazmada parchalangan glyukozaning molini B bilan ifodalaydigan bo'lsam, nima bo'ladi? Biz bilamizki, glyukozaning shartli ravishda chala parchalangan glyukoza va to'liq parchalangan glyukoza deb nomlaymiz. Aslida barcha glyukoza sitoplazmada parchalanadi. Sitoplazmadan keyingi bosqichga o'ta olmagan glyukozaning moliga biz chala parchalangan glyukoza deymiz. Agar qanchadir miqdordagi glyukozaning hosil qilgan sut kislotasi keyingi bosqich, ya'ni mitoxondriyada oksidlanish reaksiyalariga uchrasa va endi mana shu sut kislotaning hissasiga to'g'ri keladigan glyukozaga biz to'la parchalangan glyukoza deb nom beramiz. Deylik, bu yerda mitoxondriyada parchalangan glyukozaning moli A mol bo'lsin. Shunda mendagi jam glyukozaning moli B ga teng bo'ladi. Chunki B sitoplazmada parchalangan glyukoza. E'tibor bering. Bu yerdagi A va B shunchaki mitoxondriyada parchalangan glyukoza va sitoplazmada parchalangan glyukoza. Endi men mana shu A va B ifodalarini, demak, chala va to'liq parchalangan deb ta'riflamoqchi bo'lsam, mana shu A molning o'zini men to'la parchalangan glyukozaning moliga teng desam bo'ladi. Lekin chala parchalangan glyukozaning molini B ni o'ziga teng deya olmayman. B menda jami miqdordagi glyukoza edi. Chalaning molini topmoqchi bo'lsam, jami glyukozadan to'la parchalangan glyukozani ayirib tashlayman. Ya'ni B dan A ni ayiraman. Demak, B minus A ifoda menda sitoplazmadagina parchalangan glyukozani ko'rsatadi. Ya'ni chala parchalangan glyukoza maqomidagi sonlarni ifodalab bera oladi. Yaxshi. Endi shu vaqtda, demak, xloroplastlarda ham o'simlikning xloroplastida, demak, ATF hosil bo'lgan. Bu ATFlarni keling X orqali ifodalab qo'yamiz. Biz mana shu 3 ta ifoda orqali nisbatlarni ko'rib o'tamiz. Masala shartda aytilishicha, xloroplastlarda hosil bo'lgan ATF glyukozaning chala parchalanishdan hosil bo'lgan ATFdan 2 marta katta ekan. Ya'ni men xloroplastda hosil bo'lgan ATF, ya'ni X ni glyukozaning chala parchalanishdan hosil bo'lgan ATF, ya'ni B- A ning, ya'ni B-A ta glyukozaning hissasiga to'g'ri kelgan ATF ga bo'lsam, buning uchun 1 mol chala parchalangan glyukozadan 2 ta bo'lganligi uchun B- A ni ko'paytiraman 2 ga. Mana shu ifoda teng bo'lar ekan 2 ga. Yaxshi. Keyingi ifodam esa xloroplastda hosil bo'lgan ATF soni to'liq parchalanishdan hosil bo'lgan ATFdan 2 marta kichik ekan. Ya'ni agar men X ni to'la parchalanishdan hosil bo'lgan ATF ni topishim uchun to'la parchalangan glyukozaning moli, ya'ni A ni ko'paytirib qo'yman 38 ga. Shunda 38 A bo'ladi. 2 marta kichik bo'lsa 1 taqsim 2 degan. Xo'p, va menda jami hosil bo'lgan ATF molekulallar soni 133 deydi. Bu nima degani? Bu o'z-o'zidan, demak, jami parchalangan glyukozalarning hisobiga hosil bo'lgan ATF va xloroplastdagi ATFlarni nazarda tutilganda aytilyapti. Xo'p, yaxshi. Sitoplazmada hosil bo'lgan ATFlarim 2 beta, mitoxondriyada hosil bo'lgan ATFlarim 36 A ta
va xloropastda hosil bo'lgan ATF x ni qo'shadigan bo'lsam 133 chiqar ekan. Xo'sh, nega bu yerda 38a ishlatilmadi, 36a ishlatildi? Chunki mana bu 36a ning ikkita sitoplazmada, ya'ni anaerob sharoitda parchalangan ATF B ni tarkibida turibdi. Chunki B sitoplazmada parchalangan jami glyukoza. Jami glyukozaning hammasi baribir sitoplazmada parchalanar edi. Shuning uchun 2B ko'rinishi yozganimning evaziga 36a dedim. Agar chala va to'liqning hisobiga yozmoqchi bo'lsam, B minus A ni o'zini ko'paytirishim kerak edi 2 ga va 38 ni ko'paytirishim kerak edi A ga. Xo'p, shu ishni amalga oshirmay, qisqacharoq mana bu ifoda ko'rinishida bu yerda yozib belgilab qo'ydik. Endi biz mana shu ifodaga olib kelishimiz uchun bu ikkita ifodani soddalashtirib olamiz. Yaxshi, men hozir B minus A ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 2B minus 2A bo'ladi. Uni birdaniga yana 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 4B minus 4A bo'ladi x ga. Xo'p, yaxshi. Endi bu ifodani hisoblaydigan bo'lsak, 2 ta x ning qiymati teng bo'ladi 19 ta A ga. Voy, 38 ta ekan. Demak, 38 ta A ga. Yaxshi, bitta x ning qiymati teng bo'ladi endi 19 ta A ga. Xo'p, demak x ni, demak men A ko'rinishida ifodalab oldim. Demak, B ni ham A ko'rinishida ifodalasam, menga maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Bizda nima bo'ladi? Agar B lar orqali ifodalamoqchi bo'lsak, A larni qanday yo'ldan ketganimiz yaxshi. Demak, 4B ni qiymati menda x, mana bu manfiy 4A qo'shilish bo'lib o'tadi bu tomonga 4A ga teng bo'ladi. Demak, 4B ni qiymati x plus 4A ga teng. Bitta x ni qiymati 19 ta ga teng bo'lsa, 19 ta ga 4 tani qo'shib yuboramiz. Shunda 23 ta A ga teng bo'ladi. Bizda masala shartida 2B bor. Demak, 2B ni topib olamiz. Bu yerda 11,5 A bo'ladi. Yaxshi. Demak, mana bu yerda, demak, endi biz 2B ni o'rniga 11,5 A ni qo'yib yozamiz. 36A ni o'rnida 36A ni o'zi qoladi. 1x ning o'rniga esa 19A ni yozamiz. Mana shu qiymat bizda 133 ga teng ekan. Endi biz bularning hammasini bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, 66,5 chiqadi. 66,5 A ni qiymati teng 133 ga. A ni qiymati topadigan bo'lsak 2 chiqar ekan. Xo'p, yaxshi. A ni qiymati demak bizda 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, endi x ning qiymatini topishimiz mumkin yoki b larning qiymatini ham topishimiz mumkin. Xo'p, bizda 23 ta A ni qiymati 4 ta B ga teng edi. Demak, 4 ta B teng bo'ladi 23 ko'paytirilgan A, ya'ni 2. Bu 46 degan. Agar 46 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam, bitta B ni qiymati kelib chiqadi. Bu 11,5 degan. Demak, B ni qiymati 11,5 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, 11,5 ni mana bu yerga yozamiz. Bu jami glyukozaning molini ko'rsatadi. Endi chala parchalangan glyukozaning molini yozmoqchi bo'lsak, mana bu yerga, demak, 11,5 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, 9,5 qoladi. Bu yerda yana u A 2 ga teng bo'laveradi. Bu yerda A 2 ga teng, B esa 11,5 ga teng. Xo'p, savol shartida bizda nimani so'ralgan? Mazkur jarayonda chala parchalangan glyukoza miqdorini top degan yoki faqatgina sitoplazmada parchalangan glyukozaning miqdorini top degani bu. Demak, bu bizda B minus A ga teng, ya'ni 11,5 minus 2 ga teng, bu esa 9,5 bo'ladi. Demak, masalamiz uchun to'g'ri javob C variantida berilgan ekan. O'ylaymanki, ATF mavzusiga oid bo'lgan savolning ma'no mazmuniga tushundingiz, tahlilini ko'rdingiz. Agar qaysidir qismga tushunmagan bo'lsangiz, videoni ortga qaytaring, gapirilgan, aytilgan so'zlarni diqqat bilan eshiting. Shunda albatta video sizga tushunarli bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.